Qizlarjonlar, men o'zim ham seriyani вообще sevaman. Beauty Lab seriyasini. Beauty Lab mana gel filleri chiqqan. Momentalno yuzdagi ajinlarni ketkazadi. Men tanishimga taklif qildim. Menga mayda ajinlar tushyapti, ketkazish uchun nima taklif qilasiz deb, mana shu fillerni taklif qildim. Yuzlarga vasilalar 3 marta ishlatganimda mayda ajinlarim ketib qoldi yuzimdan. Shunaqa zo'r bo'lib qoldi dili. O'zimga ham zakaz qilib yuborganman. Asma ochib ham tashladim sizlarga gapirib turib. Ashe zo'r narsa-da qizlar, bu narsa fillerimiz. Yuzdagi mayda ajinlarni polniy ketkazib beradi. Mana qaranglar. Yoluvda shuni yuzingizga surib olasizlar-da. Massaj esilib tursin, har doim surganinglardan keyin mana surasizlar. Bunaqa massajni qasdi qilsanglar, yuzingizga yana ham zo'r yotib beradi va yotib beradigan, ya'ni yaxshi yuzga kiradi. Tonikdan oldin tozalab olasizlar, sursanglar yuzinglardagi mayda ajinlarni polniy ketkazib beradi. Mana shu filler.